Amir avtosavdoda Matiz mashinasi 2013-yil 331 ming kilometr masofani bosayotgan haqiqiy xo'ja kelini duosini olgan payt keldi. Avtomat korobka. Balon holatlar kulli. Zo'r holati. Kraska holatlar 35-40% atrofida bor ekan. Bir qator preverka qildirib olsalar, motor hadovoyda umuman muammosi yo'q deyishyapti. Spark rulni o'qib qo'yishgan. Avtomat korobka, chexollar ham zo'r turibdi. Mashina ichi akkuratnik turibdi. Yaxshi qaydarilgan, gaz uстановка qilingan. Orqa holatini ko'rsanglar bo'ladi, zo'r holat turibdi. Avtomat korobka Matiz mashinasi xohlaganlar uchun zo'r variant. Mashinani o'zingizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Krugovoy yaxshi holatda. Maza qilib minishinglar uchun Amir avtosavdoda bu mashina narxini biz $2950 baholadik. $2950 ga 2013-yil 331 ming kilometr masofani bosayotgan Matiz mashinasi. Kimga qiziq bo'lsa egalari nomerini qoldiramiz. Faqat oformatga beraman deyaptilar. Telefon qilib baraka qilib olsanglar bo'ladi. Amir avtosavdoda Matiz mashinasi 2013-yil 331 ming kilometr masofani bosayotgan haqiqiy xo'ja kelini duosini olgan payt keldi. Avtomat korobka. Balon holatlar kulli. Zo'r holati. Kraska holatlar 35-40% atrofida bor ekan. Bir qator preverka qildirib olsalar, motor hadovoyda umuman muammosi yo'q deyishyapti. Spark rulni o'qib qo'yishgan. Avtomat korobka, chexollar ham zo'r turibdi. Mashina ichi akkuratnik turibdi. Yaxshi qaydarilgan, gaz uстановка qilingan. Orqa holatini ko'rsanglar bo'ladi, zo'r holat turibdi. Avtomat korobka Matiz mashinasi xohlaganlar uchun zo'r variant. Mashinani o'zingizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Krugovoy yaxshi holatda. Maza qilib minishinglar uchun Amir avtosavdoda bu mashina narxini biz $2950 baholadik. $2950 ga 2013-yil 331 ming kilometr masofani bosayotgan Matiz mashinasi. Kimga qiziq bo'lsa egalari nomerini qoldiramiz. Faqat oformatga beraman deyaptilar. Telefon qilib baraka qilib olsanglar bo'ladi. Amir avtosavdoda Nexia 2 ishg'ollari uchun 2015-yil 370 ming kilometr masofani bosayotgan Nexia 2 mashinasi 1.6 super konteyner eng full pozitsiyasi. Balon holatlar ideal holatda. Salonni birgalikda ko'ramiz. Salon holatlari ham zo'r turibdi. Olib minishga tayyor, hech qanaqa rasxodlar yo'q, tayyor. Xo'sh, shu orqa detallarda kraskalar bor ekan. U yo'qlarni o'zingizlar uchun bir qator texnik holatlarni, kraskalarni preverka qildirib olasizlar. Bu mashinani sizlar maza qilib minishinglar uchun Amir avtosavdoda $4600 baholadik. Kimga qiziq bo'lsa egalari nomerini qoldiramiz. Telefon qilib baraka qilib olsanglar bo'ladi. $4600 ga 2015-yil 370 ming kilometr masofani bosayotgan Nexia 2 mashinasi 1.6 super konteyner varianti. Kimga qiziq bo'lsa egalari nomerini qoldiramiz, bosib olinglar.